Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun biz sizlarga Hans Christian Andersenning Qor malikasi ertagi haqida ma'lumot beramiz. Andersenning Qor malikasi ertagi ilk bor 1844-yil yozilgan bo'lib, asarda Gerda va uning do'sti Kay misolida yaxshilik va yovuzlik o'rtasidagi kurash haqida hikoya qilinadi. Ertak 7 bo'limdan iborat bo'lib, Qor malikasi muallifning eng uzun va eng mashhur ertagidir. Ertakda Kay ismli bola va Gerda ismli qizcha boshidan kechirgan sarguzashtlari haqida hikoya qilinadi. Bir kuni Kay chana sayriga chiqadi va u yonidan o'tayotgan chanaga chiqadi, ammo ular Qor malikasiga tegishli edi. Malika Kayni o'z qasriga olib ketadi va yuragiga muz parchasini joylashtiradi. Gerda esa Kayni uzoq kutadi va uni Qor malikasidan ozod qilishga qaror qiladi. Yo'lda birinchi bo'lib Gerda sehrgar ayolni uchratadi. U qizni xotirasidan mahrum qiladigan afsun qiladi. Gerda esa sehrli atirgullarni ko'rib, hamma voqealarni eslaydi va sehrgar ayoldan qochib ketadi. Gerda muz saroyiga boradigan yo'lda judayam ko'plab to'siqlarni yengib o'tadi. Nihoyat Gerda Kayni topadi, ammo do'sti o'zgarib qolganini payqaydi. Shunday bo'lsa-da, Gerda o'z mehri bilan Kayni muzlagan yuragini eritishga muvaffaq bo'ladi. Hurmatli kitobxonlar, ushbu asar haqida yanada kengroq ma'lumotga ega bo'lay desangiz, asarni o'qib chiqishingizni tavsiya etaman.